Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Siz Makka shahridagi Kakiya bozoriga borganmisiz? Arablar bu joyni o'zlari Julla bozor deb atashadi. Biz tilimizda Optin bozor deyiladi. Siz Kakiya bozoriga bormoqchi bo'lsangiz, bemalol mehmonxonadan tushib, har qanday taksiga murojaat qilib, siz Kakiya bozori desangiz, albatta sizlarni yechib qo'yadi. Hozir sizlarga mujarradan ham ko'rsatib beraman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Habibik, suq Kakiya. Kam riyal? 20 10 mumkin? 15. La, 10 xolos. Kakiya bozoriga yo'lga chiqdik. Sho'pir akamizdan Pokistonlik aka. Masmuk Habibi. Nazar Muhammad. Azar Muhammad. Ayva, Nazar Muhammad. Ismlari Azar Muhammad ekan, Pokistonlik ekan. Hozirgi kunlarda Makka Mukarramada havolar ancha salqin. Ayni vaqtda umra ibodatini ado etish uchun juda ham qulay vaqt. Umrani niyat qilgan bo'lsangiz, pastga murojaat uchun nomer qoldiramiz. Aytgancha yana bir yangilik, muborak Ramazon oyi uchun ham qabullar boshlandi. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Kakiya bozoriga ham yetib keldik. Hozir Xudo xolasa ichkariga kirib ko'rsatamiz. Mana bozorimizning nomi Suq Al-Kakiya. Bemalol bu yerlarda savdo sotiq qilib olsangiz bo'ladi. Mabodo namoz vaqtlariga to'g'ri kelib qoladigan bo'lsangiz, hamma sharoitlar bor. Tahoratxona, masjidxona, uchinchi etajlardan bemalol chiqib namozingizni o'qib chiqsangiz bo'ladi. Mana kirishimizda mana shunday do'konlar bor. Bu birinchi qavatda o'zi, mana bu joydan ikkinchi qavatga chiqib ketsangiz ham bo'ladi. Eskalatorlardan. Ushbu bozor asosan hadiya, sovg'alar uchun ishingiz mumkin. Ushbu to'qnog'ichlar 15 riyaldan. Mana bu uzuklar bo'lsa 15 riyal, ichida 36 dona bo'ladi. Bozordan chiqdik. Qo'lingizda vizitka bo'lsa, mehmonxonani vizitkasini har qanday taksiga ko'rsatib, savdolashib ketsangiz bo'ladi. Deyarli hammalari o'zbek tilini juda ham yaxshi bilishadi.